Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Sabiha bo'ladi. Hop, hammaga salom do'stlar. O'sha sizlar bilan ya'ni Sabiha girl bo'lib o'tadi. Hop, bugungi videoda biz 24 soat ya'ni mana shu nima yomlab qo'ydim. Mana bu quyosh botguncha mashqdan chiqishimiz kerak emas. Mana bu qora chizuvda mana bu oq chizuvga oyog'imiz tegsa, men challenge bizib bot bo'lgan bo'laman. Tushundinglarmi? Huvant odamlar spawn bo'lyapti, yaxshi. Hop, sal qoldi chiqib ketishimga. Bu yerda yursam bo'ladi, chunki bu ham qora, asosan menga. Men bitta bosmasam bo'ldi do'stlar. Keyin anitda bu yerda yurishim uchun faqat anitda bosmasligim kerak bo'ldi. Hop do'stlar, bugungi videoda unda biz nima qilamiz? Mana 24 soat mashqdan chiqmasdan vaqtimizni nima qilamiz? O'tkazamiz. Davay. Hop, birinchi bu men botga ideyam odamlarni chaqirib zerikmaslik uchun mana bunaqa partiyalar qilib tashlash. Hozir do'stlar, mana bu baribir ruslar keladi-yu, shuning uchun ruscha yozib qo'ydim. Ismimni Sabiha deb yozib qo'ydim. Или Sabihacha deb yozsam ham bo'lardi. Bunisi o'zbekcha yozardim. Bilasizlar, men o'zbekcha yozardim. Birinchi o'rinda men taqosa normal bo'lardi. Kasbimiz shunaqa bo'lardi. Xo'p. Endi esa partiya uchun zo'r narsalarni tayyorlaymiz. Anaqa box birinchi bo'lib kelishga mana ularda yepadaringa sanaladi. Короче, men buni qo'ysak, shim cho'tki bo'lardi. Yaxshi kirilishga endi yaxshi ham bunday qila olamanmi? Или men bu diskotekalarni, bularni uyga qo'ysak, nima qilmanmi? To'ymanmi? Bu ham olib tashlaylik. Hop, 1 2 3. Zo'r chiqdi. Hop, endi esa bunaqa klubnoy va bunaqa narsalar qo'ysak, undan ham chiroyli chiqadi degan umiddaman. Hop. Yaxshi, normalniy. Nima? Pastry shop. Tepasida nima bor uni? Kosmetikalarmi? Nima bu? Saja. Kosmetika bo'lsa kerak, menimcha adashmasam. Hop, endi esa kirishga naqsa bo'ladi. Davay, gullar, nimadirlar, interesli narsalar tashlaymiz. Davay. Nima qilib o'tiribmiz? Hop, mana narsalarni qo'yib tashlaymiz. Hop, o'zim qo'yib olgandan keyin video yoqsam bo'ladi. Mana do'stlarim, mana sharoitga keldi. Biz anaqamiz, partiya nimadiramiz. Tashqari shoqonlarga e'tibor bermaysizlar, hopmi? Hop, endi esa buni o'chirib qo'ysak, normalniy bo'lardi. Qorong'i. Kerak emas. To'xtanglar. Endi esa olganman bu narsani. Nima bo'ldi? Hop, prosta bitta wow qilish uchun, kayf qilish uchun o'zimizdan nima qilaman endi diskoteka qilishdan qilib o'ynaymiz. Hop, уже еще nimadir deb yozsak arziydi, to'g'rimi? Mana уже mana bunaqa narsalar qildi. Endi esa mashinani olib kirib, shart emas bu ish, xato bo'ladi, to'g'rimi? Hop, endi esa ovqatlarni nimadir, bo'ldi. Bo'pti, ovqatlar kerak emas. Hop, уже mana hamma yoqni chiroyli qilib krasota qilib tashladik. Odamlar ham qarab turyapti, endi qarab ketishyapti. Hop, yozamiz. У нас есть o'zim yozgandan keyin videoni yoqarim. Короче, iloji boricha yozdim. Anta kimdir yugurib o'tib ketishini ko'ra olsam. Mana, давай, 1 2 3. У нас есть кафе в Pastry Shop. Идите к нам, пожалуйста, deb yozdim. Kimdirlar qarayapti. Ham sveti yoqmay. Voy. Yana 1 santimetr yursam, короче, bum bo'laman. Qaranglar, bitta ish qilib beraman. Ko'rdinglarmi, zo'rman-da. Kod nimaga menga unaqa qilishmayapti? У нас есть party. Иди. Diskoteka deylik. У нас есть party. У нас
У нас есть дискотека. Братым! Qilaman diskoteka. Идите к нами. Shuni ko'ring, manalar yo'qda shosha. Da do'stlar, bizda bitta challenge-ga bunaqa narsa qo'shuvdim. Как ayo do'stlar, men mamutdan o'tsam yutqazardim mana mamutdan. Короче, mashina qo'yib olgandan keyin borib nimadir qilsak bo'ladi. Faqat mana bu asfaltga oyog'imiz tegishi kerak emas. У нас есть kafe. Bir tinga olmayapti bular. Shuning uchun ham mana shunaqa qilib qo'ysa, yashashim zo'r bo'ladi. Yoki spavni ham qilsa bo'lar. Pastga shoppa tanladim ayniqsa. Kelinglar. Qani o'tdimmi? O'tmadim. Bo'ldi, o'tmadim. Hop, endi esa boramiz. De, mana. Bu mumkin do'stlar, mana oyog'imiz tegmayapti, mumkin. Hop. Hatto mashina bilan ketamiz. Mana qoqsam bo'lmaydi-da. Nimaga? Bir amal qilsam-chi unaqa. Imkonimiz yo'q ekan. Mayli, endi o'zimiz vaqt o'tkazamiz. Mazalaqsi ovqat yeymiz. Cupcakes. Zerikib ketdimiz, mana qiramiz, qaraychi, kayflamiz. Mana oyog'im mana yashilga tegsa yutqazaman. Oh my god, mamlari. Bunday qaraychi. Mana davay o'ynaymiz. Nimaga? Ichidan olsak bo'ladimi? Xuliganlik qilib. İşlemese ekan, bittinga qilib. Play degan narsa bor ekan. Mana. Nima? O'yna bilmayapti-yu. Claw machine. Menga aytdi. Mana qilsa-chi. Еще маму пищия. Еще мама пищия. Давай, endi o'tdan ketamiz. Я в спавн. Что? Nima? Просто Еще, anu bir tinga olmadi ya deb. Еще маму пищия. Bir tinga olmayapsizlar, hech qaysinglar, davay. Aha, уже erta bo'lsa men bu yerdan qutulaman, ketaman. Bizim ham yo'lagan kirsak bo'lardi, ha, do'stlar. Men bu chizuvdan o'tsa yutqazamiz, bizim ham yo'lagan kirsak bo'ladi. Vau, tepaga ketdi-da bu. Modeling agency. Ya deyapti, ana javob bermayapti. Biroz ya deyapti, bor yoqalaydi. Sajarot nima bo'ladi do'stlar? Aytoringlar kommentda biladiganlar. Nima? Club Brooks. Davay, ochil, qachon bo'ladi bu? Club Brooks. Kelamiz do'stlar, agarda ochilsa hamma keladi. Keyin Cupcakes ishu karoxo pishi. Qatga tushib qoldimmi? Zakrito. Do'stlar, kimdir bu tishlaykan. Yana mamatlarda nima bor? Ochilay shini. Qani tepaga, davay. To'xtanglar, men tepaga chiqsam yutqazamanmi? No. Mama yashilga tegsam yutqazardim, ama. Demak tega olmaymiz. Okey, xafa bo'lmasdan endi ketamiz. Nima bu? Bo'l, e'tibor bermaymiz. Yo, mana nima? Ha?
Bil. Hop, apartament qurib yuboramizmi do'stlar? Davay do'stlar. Hop, apartament yengil chiqib ketdimmi? Apartment qurib yubordik do'stlar. Apartment sizlar, apartment. Vaqtim chegaralangan. Tezroq ertalab chiqqan onasini. Yaxshi qurilmaganmi shunchalik? Normal uyga menga yoqdi. Brick heaven rasmlar, wow. Cool. Просто wonderful. Просто. Bu rasm chizadigan joy ekan. Wonderful, I think. Bank qayerda lekin buni bankini bilmayman. Skinimga e'tibor beramiz. Еще двух крох pish nima? U крох bilmayman nimalik. Tepamizdagi уже собственный дом. Да, алмазный дом. Ikkinchi etajda uy. Mamatga demak ertalab kimdir keladi, o'tib ketardim, sal qolsam, mayli. O'tib ketsam ham mayli, siz kechirasizlar. Agarda mana ishdan chiqib ketganimda, chiqib ketganimda mana mashdan chiqib ketganimda men bot bo'lardim. Botman hali. Bratim, bu yoqqa kel, ko'rib bersam, shuncha joyga chiroyli qilganman. Mana shu xavfli joyda mana shu. Ikkinchi etajga ham chiqsak bo'ladi. Ehtiyot. Hop. Do'stlar, shu paytda men to'xtatadigan bo'ldik. Hop. Уже почти 24 soatdan ham avval kirdik. Chunki nimaga? Bu короче, men ikkinchi qismini shu 500 ta bo'lganimizda chiqazaman. Hayflas, mazama yurish. Shu bilan bugungi challenge'imiz tugadi va o'z nihoyasiga yeta boshladi. Va hammasi uchun ham hammaga rahmat. Endi esa men bundan chiqishim kerak. Qutuldim. Mazza qilib yuraman. Endi hammaga xayr do'stlar. Shunaqa qilib sizlar bilan sabiha bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga rahmat deymiz. Mana vaqtim ham chegaralangan. Bye bye, друзья.